Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Navbatda ko'rsatib o'tadigan avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanik korobka Gentra. Narxına keladigan bo'lsak 88 million so'm. Hurmatli obunachilar, oldindan to'lovsiz. Faqat gaynatöz xarajatlari bor. Oylik to'lovlari 4 yil, ya'ni 48 oya 3 million 500 ming so'mdan taklifa chiqariladi. Hozir bu xatoyi ko'rsatib o'tamiz. Kraskalar nereden kurulu ustalar bilan görüp olaverasida foydalanuvchilardan getiribdi. 4 yumshoq bo'g'inlar qo'yilgan tozasidan. Maşınız poni şu malzemesi var. Bir hata gösterip çıkardı içlerinden. Zavod sıkı metan koyulgan aynen. Zavodun özünde koyulgan hurmatli obunachilar metanı. Zadniy kameralar. Poni şu malzemesi var maşinamiz. Kuzov ham 2020 aynen. Chexol, linoleum, kovrik, hamma narsasi bor. Ko'rib shifkalar qilingan. Bosib o'tgan masofasi 95.300 kilometr, mexanik korobka. Заводской magnetovlardan o'tdi. Mashinamiz kimga qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diğer haftaga orasida. Pakayina gaz ekan. Diğer haftada sizlarni kutib qolamiz.